buyurganlaridan keyin sahobalar jihodga chiqqanda qilichlik olib dushman ichiga kirib ketib vafot etganda uning maqomi ulug' bo'ladi. Endi hadisga qarang. Payg'ambarimiz aytadilar, bir kishi Alloh yo'lida shahid bo'lsin. Qilichni olib dushman ichiga kirib ketib shahid bo'ldi. Alloh uni yana qayta tiriltirsa, yana jihodga kirib shahid bo'lsa, yana qayta tirilsa, yana o'sha urush ichiga kirib ketib, yana shahid bo'lsa, 3 marta ta'kidlab aytdilar. 3 marta Alloh yana tiriltirsa, yana shu Alloh yo'lida shahid bo'lsa, qarzi bo'lsa jannatga kira olmaydi dedilar. 1000 marta shahid bo'lmaydi. Qarzning miqdori yo'q. 1 so'm bo'lsin, 100 so'm bo'lsin, 1000 so'm bo'lsin. Qarzdan ehtiyot bo'lish kerak. Farzandlar otalarga aytish kerak. Ota qarzni to'laydi. Omonat otalar farzandiga aytish kerak. Qarz ololmasa jannatga kira olmaysiz. Sarson bo'lib yurasiz. Bor savobingizni shu jannat qiyomat kuni berishingizga to'g'ri keladi. Ehtiyot bo'ling işte.